Matiz akalar, sizlar usulinni amaliyotlariga rosa qiziqdinglar hamda bu qancha kilometr yuradi yoki qancha muddat bizga chidab beradi degan savol rosa ko'p. Shularga bittama-bitta javob beramiz. Mana bu qo'limdagi usulinni amaliyotlari yangisi, bu kilometr yurish muddati. Misol uchun ko'pchilik aytadi, qanchada o'lib qoladi? 5-6 oyda o'ladimi deydi. Akalar 5-6 oyda o'lmaydi. Sizlarga zo'r test qilib qo'yganman. Mana bu Matiz o'zini shaxsiy mashinam. Bu mashina olganimga 2 yil bo'ldi. Ya'ni 2 yildan beri usulinni amaliyotlari mashina olingan. Xuddi shu usulinni Nexia amaliyotlari qo'yilgan. To'shni 2 yildan o'tdi, 2 yildan beri 2 oy, 3 oy o'tdi. Mana rezultat keldi. Bu amaliyotar yangi bo'lmagan, faqatgina рабочий buvishni boshi testga qilib рабочий qo'yilgan. Рабочий mana ko'rib turibsizlar, teva past ishlashi hali ham klass turibdi. Hech qanaqa urish, doqolatish bo'lmagan. Faqatgina haydovchi qilmoqchi bo'lib yetganimda, ko'rganimda yonga tirqlagan, ya'ni Nexialar bilasizlar, yon tomonga luk turib qoladi. Xuddi shunaqa bo'lib qolgan ekan. Endi alishtirib olish niyatim bor. Narsa lekin hali duqqolat urgan, e'tibor berasizlar, udarni urilgan yo'q. Qanaqa tirq-tirq ovoz yo'q. Faqatgina ochganimda yonga Nexiaga o'xshab luk turib qoldi. Endi bunga qanaqa qo'yiladi? Sizlarga doim tavsiya qilaman. Boskos amaliyotlari 100% ishonchli. Hamma mashinalarimga hamda usulinni amaliyotlariga tavsiya qiladigan amaliyotarim. Endi buni alishtirishni birga alishtiramiz. Xuddi shunaqa Nexiaga o'xshab yechib olasiz. Gayka yechildi. Mana bu Nexia shunday chiqadi. Ko'rib turibsizlar, Nexia amaliyotlari рабочий. Endi bunga Boskos amaliyotlari sizlarga beriladigan ishonchli narsadan o'zimga qo'yaman. Yangi beriladi. Xuddi shu holatda ochasiz. Sizga обязательно xuddi shunaqa upakovkada boradi. Upakovkani shuni ochasizda, mana yangi Boskos amaliyotar garantiyasi bor. Eng zo'r sifat hozirgi kunda trenddagi amaliyotar bo'ladi. Shuni joyiga solasiz. Shuni qaytargan ekanini qaytarib qo'yasiz. Muammo hal. Bu narsani faqatgina ertadan keyin mana bu narsani olib bo'lgandan keyin qaytib men oqtarib, qanaqadir amaliyotar, ya'ni men jo'ratib olishim shart emas. Bu o'zlaringga qarashli magazin kirasizlar, menga Nexia amaliyotar yaxshisidan ber deysizlar yoki Boskos deysizlar. Xuddi shu amaliyotar sizlarga beradi. Bu amaliyotarni olgandan keyin xuddi shunaqa holatda 2 yil, 3 yildan keyin bemalol yana qaytarib ustini o'sha qilasizlar. Qolgan joyi yana birga-bir yig'iladi. Qanaqadir svarka, qanaqadir moslama, undan keyingi etaplar ancha arzon tushadi. Misol uchun bu amaliyotar Nexia'niki necha pul bo'lsa, arzon narxda olasizlar, joyiga tushadi. Qanaqadir ertadan perdelka, mana oqtar, ya'ni mendan qayta qimmatga sotib ol degan narsa bo'lmaydi. Shu tomonga e'tibor beringlar. Mana test sizlarga sinab qo'ydim. 2 yil davomida o'zim yurdim. Hech qanaqa minus tomonini ko'rmadim. Faqatgina plus maza qilib yurdim. Bundan bari yana yangini qo'yaman, yana kamida 2 yil yuraman. E'tiborli joyi mana bu рабочий amaliyotarda 2 yil yurdim. Sizlar mana bunaqa Boskos amaliyotar oladigan bo'lsanglar, kam 3 yil yursalarning kerak menimcha. Mana endi qo'ydim. Boskos hali 2 yil, 3 yildan sotgan bo'lsa, отказ qilgan o'zim test qilib yana sizlarga topshiraman. Xudo xolasa bu amaliyotarlar butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki mavzu kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mabodo o'zimiz atrofimizda bo'lsalar, kasallarning ustonovcha xizmati ham bor, kafolat beriladi. Kafolat nimaga beriladi? Stokiga beriladi, amaliyotarga ham kafolat beramiz. Bexizolat aytishlaring mumkin. Bu narsani bitta olgandan keyin iloji yo'q. Sheriga tavsiya qiladi. Shu bilan hamma sheriga qo'ydiradi. Buni qo'ygan odam maza qiladi. Bu narsani ko'pchilik puli qimmat bo'lishi mumkin. To'g'ri, puli qimmat, sal qimmat, lekin puliga javob beradigan narsa. Misol uchun buni qanchada summaga olsangiz, bu amaliyotarni o'ldirgunizcha 2 yil davomida siz 4 ta amaliyotar qo'yasiz. Hisoblayapsiz, 4 ta o'zini zavodchi amaliyotarni qo'yishingiz kerak. 4 tani o'rniga bitta qo'yasiz, lekin komforti vaqti mushni bo'ladi. Bu videoda Matiz akalarga maksimal tarqatib qo'yinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta mehnatimizni qadrlab, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.